Assalomu alaykum. Mana alhamdulillah Alloh taolo bizni yana bir tongga yetkizdi. Siz kuningizni qanday boshlaysiz? Telefon bilanmi yoki tashvish bilanmi? Ko'pchilik shu yerda xato qiladi. Agar siz kunni to'g'ri boshlasangiz, kuningiz ham to'g'ri o'tadi. Agar kunni noto'g'ri boshlasangiz, kuningiz ham noto'g'ri o'tadi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ertalabda shunday duo qilganlar. Allohumma bika asbahna va bika amsayna va bika nahya va bika namut va ilaykan nushur. Ma'nosi: ey Allohim, sening noming bilan tong ottirdik. Sening noming bilan kech kiritamiz. Sen bilan yashaymiz va sen bilan o'lamiz. Va qaytish ham sengadir. Bu duo kuningizga baraka beradi, qalbingizni tinchlantiradi, sizga to'g'ri yo'l beradi inshaalloh. Bu shunchaki so'z emas, bu kunning azosidir. Ertalabdan boshlab shu duoni har kun aytib yuring va o'zingizdagi o'zgarishni o'zingiz ko'rasiz inshaalloh. Assalomu alaykum.